Tulumning mavjudligini ko'rganligi haqidagi darsni o'rganamiz. Qurban Tulum Şinjandagi Namrat Uyg'ur dehqon bo'lib, u 19-asrning oxirgi yillari Janubiy Şinjanning Keriya noyasida tug'ilgan. Onun mavjudligini ko'rish uchun eshakka minib Beijing qarab mang'anligi haqidagi hikoya ta hozirgacha xalq orasida keng tarqalib kelmoqda. Qurban Tulumning Beijingga safari. Qurban Tulum nima uchun mavjudshi bilan ko'rishmoqchi bo'ladi? Eshakka minib Beijingga bog'il bo'lamdi. Muallim, deganlaringizdan hammasi rostmi? Savaqdoshlar, hozir biz Qurban Tulum mavjudshi bilan ko'rishdi degan yangi darsni boshlaymiz. Şunla! Hop! Bölünüp bizden la! Hop hop! Bu bandit Turg'ayga o'xshamaydi u. Bu divan Turg'ay aka. Dishuji, diqqat qiling. Baba, bo'ldi qiling. Diqqat qiling. Bo'ldi, baba. Bo'ldi. Dishuji, zaxlangansiz. Bo'ldi qiling. Baba, bo'ldi. Bu qayerni qara, shuncha egiz yerdan sakragan. Xuddi maymunga o'xshash. Uyg'ur qarindosh. Necha yoshga kirdingiz? 50 yoshga? 60 yoshgami? Onu boşlayıp etinglar. Leshuji, u bek bo'ldi, boshlayib etgin. Aqsaqal, siz qayerlik? Bova, biz bo'lsak Jungo Xalq Ozodlik Armiyasi. Qaranglar uning yomonligini. So'shela. Endi uni ching'iroq tutmasanglar bo'lmag'idek. Hey bala, kent başlığını çağırıp gelinglar. Bu inim Qurban Tulumga. Qurban inim. Siz qandaq bu halga tushib qoldingiz? Gap qilmaysiz-ku. Rostli Qurbanka, men xatolashmadim. O tehi hayotgan emasmi? Qurban hayotgan. Qurban inim, siz rostli hayotgansiz-ku. Yunus-ku. Qurban inim beni tanib oldi. O meni Yunus deb chaqirib atdi. Leshuji, yaxshimisiz? Biz uni to'g'riqlikdan tepib oldik. Shuncha gap so'rsaqmi, to'g'ri g'az degandan boshqa hech nima demaydi. To'g'ri g'az? Ha. To'g'ri debdi. O bizning mahalladan ismi Qurban Tulum. Uni o'ldi degili 17 yil bo'lib edi. Mana siz uni tirik apgapsiz emasmi?
Bu dünyada yanıla kompartiya kudretlikken. Eynek qarang. Qarang. Şavu, bilap boldungmu? Qarang. Tianjin urushi qatnashgan vaqtimda Shijang mening bir ayg'ichi saqlimni olmaganimni ko'rib, bu usturni menga sovg'a qilgandi. Nima qilyapsiz? Onda qilmang deyman. Hech kim taqa. Qurbat taqa. Hay, onda qilmang. Nima qilyapsiz? Taqa. Men sizning chechingizni ep qo'yay degandim. Onda qilmang deyman. Onda qilmang. Bo'ldi qiling deyman. Qurbat taqa. Onda qilmang. Qurbat taqa. Qurbat taqa. To'xtab tur. To'xtab. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. Keling. Qarang. Bo'yingizni kiyib bering. Taqa. Tamaki chekin. Çekmemsiz? Bugundan boshlab siz mushada tursiz. Endi heliqi to'g'riliqdagi kapida harigiz turmaysiz. Taqa! Kiring. Bu yaxshilarning kent boshlig'inglar qandoqli ehtiyojingiz bo'lsa, o'niga desingiz bo'laverdi. Qurban taqa, men Barat. Ko'l bo'yidagi Ahmet'nin oğlu. Osman Bayço. Davatqınınız heliqi zombigar pomichik Osman mı? O zarbisini yedi. Biz o egallab olgan o'ylaringiz bilan yerlaringizni sizga qaytirib bermoqchi. Enim Qurbanning uyidikilari bu mahallada hammadan bak azap çekti. Yer zimillardan ayrıldı. Onun xotun ballarını Osman Bay bulab ketdi. Nega haydivettikin tam? Hiç kim bilmeydi. Osman Bay degan ablahni men cho'qim o'ltiribdimi? Qurban taqa, hozir biz ozod bo'ldik. Hammamizga kun tug'ildi. Qaysi uyni ko'nglingiz tatsa, shu uyda o'tiring. Biz nima yesak, siz mu shuni yeysiz. Biz bani tang talishib ishiltimiz.
Qurban tulumqo. Siz zodi nima odam? Nima ish qilmay tutib olasiz? Qurban tağa. Qurban tağa, kirin. Bu, iliq Osmonboyning uyi-ku. Endi sizning bo'ldi. Nima deding? Kompartiya bu uyni hozir sizga taqsim qilib berdi. Mama? Ha? Tağa, bugundan boshlab bu uy sizning bo'ladi. Ha? Aras, tağa. Sizga bu uyni taqsim qilib qolmay, yana yarmi taqsimlab berdik. O zodi kim? O degan Li Shuji. Bizning Keriya nahiyalik partikumining shujisi. Li Shuji degani nimasi? Li Shuji o kompartiya a'zosi. Kompartiya? Bugun men ko'pchilikka bir ishni jakolmoqchi. O'tgan yili 10-oyning 1-kuni Mao Zedong Beijingdagi Tiananmenda butun dunyo xalqiga tantani bilan Jonghua Xalq Jumhuriyati qurilganligini jakolgan. Kompartiya yashsin! Kompartiya yashsin! Yashsin Mao Zedong! Yashsin Mao Zedong! Endi bu mamlakat bizdek xalq ommasiga mansub bo'ldi. Biz jafokash yo'qsullar qad ko'tirimiz deydi ekanmiz. Oldi bilan yer inqilobi ep berishimiz kerak. Yer inqilobi degan nima? O bo'lsa-mu boy pomishchilar bizdan elovaga yerlarni tortib olib, qaytadan xalq ommasiga bo'lib berish. Yashsin kompartiya! Yashsin kompartiya! Yashsin Mao Zedong! Yashsin Mao Zedong! Yerga erishib, haqiqiy xo'jayin bo'ldingiz. Vaqtni ching tutib, yerlarni terib eling.
bo'ldi. Yerni taqsimlab berganga qo'shilmagan o'xshamamsizlar. Qandaqli gapinglar bo'lsa deyaveringlar. Osmonboyning ko'zi yana mushaq tushamikin. Uning qilish miltiqlari bor. Yana o'g'li bor. Boy texi hayot bo'g'ini bilan, lekin bu yerlar uning emas. Yerni qandoq terib, qandoq yashash biz yo'qsullarning o'zimizning ishi. Li Shuji. Banditlarni bo'ladi ekan, boypomchiqlarni yo'qoldi degili bo'lmaydi. Qurban tulumdek azob chekkan fuqarolarmi haqiqiy turda qad ko'tarmaydi. Jiringlar. Eg'iz shakli o'xshadimi? Eg'izi unda yo'g'on emasdi. Bildim. Qarab beqla. O'xshabdimi? Bu sal semiz bo'lib qopdi. U o'g'riroqdi. Lekin pek chiroyliqdi. O bir Namrat oilaning qizi bo'lib. Men bilan to'y qilgandan keyin men uni tuzukroq boqolmadim. Kunda degudek qoq jigidi yeb jafoliq turmushlarni o'tkazgan. O to'liq yaxshi ayol edi. Boyning uni bulab ketganiga qancha yil bo'ldi? O 7 yil bo'ldi. Osmonboy o'yim bilan yerimni egallab olish uchun meni balchaqsiz qoldirmoqchi bo'lib, ularni bulab ketdi. Ular hayotli bo'ladi ekan. Cho'qim tepiladi. Hozir butun mamlakat ozod bo'ldi. Odam izlamakmi oson? Mana bu sizg'inangiz yaxshi bo'pti. Men qo'shinga yangi qatnashganda tashviqot atratiga bo'lingandim. Atrat boshlig'imizdan rassomlikni o'rganib olgan. Mana bugun as ketib qoldi. Tag'a, eng yaxshisi yerni vaqtida terib oling. Terilg'i pasli o'tib ketsa 1 yil kechikadigan gap. Ha? Siz meni Osmonboyga yer terib berdemoqchimi? Men sizga u yerni o'zingizning deb aytgan-ku. Suv kes tosh qoladi, o'smi kes qosh debdikan. Men amdilikda sizlarni ketimiz o'tsizlar. Biz faqat nahiyaga boramiz. Hargiz biraqli ketib qolmaymiz. Biz yana sizga xotin bolalaringizni tepib beramiz. Sizlar bu uyda mangulik o'tirsizlar. Şeyha. Şahcan. Ha? Bu elanlarni chaplayib o'tinglar. Bir xabar bo'lsa, menga darhol aytinglar. Bo'ldi. Kang Shuji, yaxshimisiz? Biz Uyg'ur tilini o'rganayotgandik. Butun kuchim bilan tirishiman. O rasmlarni men birsidan avatib etdim. Ancha o'xshatibsiz hammadan. Shundoq, yaxshi bo'pti. Xotirjam bo'ling Kang Shuji. Biz cho'qim onunga obdan qaraymiz. Xo'shamsan? Shavu. Ha? Viloyatdagi Kang Shuji viloyat tavasida zomigar pomshiklar vayron qilib etgan ona bolalar intayin ko'p. Rassomlardan bir qancha taklif qilib, ularning rasmlarini sizdirib, yuzlarcha nusxa ko'paytib, viloyatning hamma joylariga chaplab, cho'qim ularni tepinglar deydi. Xo'p. Shuji, yordamsiz. Hech qisi yo'q. So'ngkim zaxmlanmadi. Aylanib o'tib kentga boraylik. Sizlar nahiyaga berib qismni boshlab kelinglar. Bu banditlarni cho'qim to'g'ri tushiraylik. Ularni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Hop. Og'riyotamdi. Shavu, og'ritib o'tmang, ha. Kent boshlig'i Qurbon tog'ni chaqirib kiring. Ma'qul.
Avaylan, ha? Ma'qul. Qurban tağa. Bu yoqqa keling. Hey, Lishuji, o'rningizdan turma, o'ltirib so'zlayvering. Ma'qul. Bunchalik yaralanganga hech nim bo'lmaydi. Qurban tağa, biz ayolingiz Hashixonning derigini oldik. O dal bizga qo'shna neyi nahiysi degan. Hashixonni da otamsiz? To'g'ri. U tepildimi? Xabari keldi. Anlasamsiz, Hashixonning sirtini tomlarga, taxtaylarga, daraxtlarga choplayotibsiz. Hamma odam Hashixonning sirtini ko'ribdi. Shundaq bo'lgandila, andin uning xabarini ala olaymiz emasmi? Qurban ukam ayolini seg'inibdi-da. Hashixon to'limi yaxshi ayoldi. U haqiqatan Qurban enimizning aqidasida o'ltirgandi. Akila. O 7 yil o'tganda Hashixonning ko'nglida men bormi yo'q bo'lib bilmayman. Hozirga 9 tal, lekin ayol kishi yo'q uydan bo'ron uchib turdi ekan. Andish qilmang tağa. Hozir sizning uyingizmi, yeringizmi bor? Sirtqa chiqsangiz minadigan eshigingizmi bor? Hashixonni akilib olsangiz, huzur halovatda yashamamsizlar, ha? Shu chaqda Hashixonning bo'yida qolgan. O 7 yil bo'ldi. Agar o'g'il bo'lgan bo'lsa, o cho'pchung yigit bo'lib qoldi. Qiz bo'lgan bo'lsa, onasidek chiroyli qiz bo'ldi. Uni hech ko'rib baxmadingizmi? Yo'q-ey. Osmonboy Hashixonni tutib ketgan chaqda u texi onasining qo'sig'ida tursa. Qurban tağa, xotirjam bo'ling. Olamning o'chida ketgan bo'lsa-mu, oilangizdagilarni cho'qim tep berman. Tağa. Tağa, men so'rab chiqdim. Hashixon dal mushu ko'chada o'ltirdi ekan. Noilik hukumat ishxonasidagi Van Modier yig'indi ekan. O bizni birdam saqlanglar deydi. Umi bilib olmoqchi ekan. Oldimizdagi osh ko'chi shumi? To'g'ri. Ondaqda o'zimni boray. Tağa, umi bilib olsa yaxshi bo'larmikin? Van Modierning deyishicha, Hashixon qiz tug'ibdi ekan. Qizi 16 yoshga kiribdi. O qizining ismini Oygul qo'yibdi. Oygul dedingizmi? Ha. Ondaqda o cho'qim to'lin oydak chiroyli qiz bo'pti-da. Bu ko'chadagilarning deyishicha, Oygul naqshi usulga bakli ust ekan. Oygul? Tağa, sizlar Oygulni izdamlar? Qaysinglarning ismi Oygul? Tağa, Oygulni izdamlar. U hozirlik ketib qoldi. U ahu tarafda. Aygül, bir sizni izlaydigan. Aygül, bir sizni izlaydigan. Chaqan bo'ling. Meni izlagan kim? Ovozi nima degan yiqimliq. Tağa, meni izlaganmidlar? Ismingiz Oygulmi? Ha. Onangizning ismi Hashixonmi? Ha. Men dal Hashixonni izlab kelgandim. Meni chapsan onangiz bilan ko'rishtiring. Anam uyda. Mana bek o'xshabdi. Nim davatila? Qalaymi so'zlamang. Ishonmay o'tamsiz? U mening qizim tursa. Nima? Oldirmay turing. Avval aniqlab olaylik. U cho'qim mening qizim. Tushimda ko'rgani bilan o'pmi o'xshash. Siz chapsan berib onangizni tep keling. Bizning muhim ishimiz bor, ha? Ananız yo'q qizim, boyi chiqib ketgan. Hashixonni izdamdilar. Shundaq, Hashixonni izlayman. Sizlar bu qizni o'zlarining qizi deb atamlar? O'z vaqtida Hashixon mendan ayrilganda uning qo'sig'ida batdi. Ko'zimdan yo'qol. Hashixonning sen bilan hech qanday munosabati yo'q. Ko'zimdan yo'qol. To'xtab turing. Oldirmay turmamsiz, o gapini qilib olsin, ha? Senmi yo'qol? Yo'qol. Sizni men yiqityaptimmi? Meni siz yiqitmayapmidingiz? O ishtiryapti. Qapoq qo'sh, ko'zi ochiq, qarg'o. Uning nima qo'l tekkizsan? U degan jahondagi eng yaxshi odam tursa, ha?
Ko'zimdan yo'qol! Ne mandaq yo'lsiz odamsiz. Uning dili sunuq tursa, o gapini qilib bo'lmamdi. Gapingni olmayman. O mening qizim tursa, qandoqsiga uni o'p qo'ydik, ha? Hapimizlar. Ayxon! Bizning Aygülni sen o'sha odamdan topganmisan, ha? Sen qachondan beri boshqa erlar bilan ish-pesh tortishib yurganding? Men seni o'ldirayman. Mamma, bak axun, sizlarga men 14 yaşımda tushganman. Mening qandaqligimni sizlar bilmamla. Sizning ismingizmi Hoshixonmi? Bu ko'chada yana mendan boshqa Hoshixon bormidi. Biz izlayotgan bu ayolning ismimi Hoshixonti. Ay, sizlar xatolashibsizlar. Agar mening xotinim Hoshixon sirti boshqa erlar bilan ish-pesh tortishib yuradigan bo'lsa, men uni bo'g'izlab o'taman. Deşoji, kayfiyatınız bek tushgan. Qaraganda belikiniz yana og'riyotgan o'xshaydi, ha? Hech qisi yo'q. Xotinimni izlashga men oldirsam, siz mendan bekarak oldiryapsiz-ku. Xuddi Hoshixon sizning xotiningizdek. Siz oldirganga menmi oldirishim kerakdi. Deşoji, siz xuddi Tangri avatgan elchiga o'xshaydi ekansiz, ha? Qara, deyotgan gapingizni men Kompartiya avatgan kommunist. Hey, Qurban. Ha? Endi gapsiz-ku. Çataq chiqdi. Osmonboy otliq askar boshlab kelamish. Uning taxi qurollarimi bor? Quruq gap. Osmonboyning yerlarini taqsim qilib o'tkachga, u to'polon ko'tarmoqchi bo'pti-da. Kompartiya degan yaxshi. Uningga har qanday boy tankilanmaydi. Kompartiya hamma millatning, shundaqla biz ko'pchilikning. Shu chupranda Osmonboy kompartiyani og'diralamdi ekan. Undaq degili bo'lmasmiki? Bu qitim ularga Amerika yaryo'lak bo'lib o'tibdi. Shundoq, ular kompartiyaning gapini olganlarning hammasini tutqidak. Qani kim shunday qiladi ekan? To'polonchilar keldi! To'polonchilar keldi! Betleşti, ben sana öktüp koyayım. Bana mındak betleyse, kötü mü? Ha? Bir oldu. Vay! 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 Deşoji, telefon simini kesip yutuptu. Ben çıkıp qarab baqay. Çavu, ahval ciddi. Vazifeni çokum orundasın gerek. Hop! Çavu, bak! Artık şimdi bösüp çık. Ben seni kovdayım. Hop! Kes! Haydi hükümet uçup bulunma! Kes bulunma! Kızdırıp gitti o. O degan ot. Ha? Hey, kent başlı ko'rinmaydi o. O ne ketgandi o? U bugun tushdan keyin xabarni anglabla yo'qolib ketdi o'tan.
Osman bayım bak gel. Ukam Qurban. Lishuji bilan ko'nglimiz xeyli yaqin-ku. O'zimiz bir nima demamsiz? Ma'qul. Yurtdoshlar, yer zaminlarimizni qo'dash uchun biz cho'qim noyaga berishimiz kerak. Tayyorlik bitdi. Arka oynağı çekin ala. Ben kokdayman. Ma'qul. Lishuji çok kuşun itip geldi. Şavu. Yoldaşlar. Allah! Qurban tağa. Lishuji, Bu yak Qurban tağımız boludu. yaxshimisiz? Yoldaş. Bu quralınız qaltiskan-ku. Buni darhol ketminingizga sapqili bilan dehqonchilikning vaqti o'tib ketsa bo'lmaydi, jumi? Ma'qul. Hey, yaralanmagansiz? Yaqay. Meni xalq ommasi qo'g'dab qoldi. Keri. Bu yerda nemizda o'tsa? Men hojatxona izlayotgandim. Shundaqmi? Tağa. Shavu, u oyoqqa qochdi. Qol ala. Tağa. Yaralanmagansiz. Yaralanmadim. Tağa. Ha? Bu qatam biror moyim ish bilan kelganda qilasiz-ku, ha?
Biz uchun sizning ishingiz hammadan muhim. Tağa. Ha? Bu qatam Rasulullah ayolingizning xabarini oldim. Bu qatam hammani aniq so'rab oldim. Bu Hoshixonmo dal mushu To'g'irg'az kantidan chiqib ketgan ekan. Uning o'z vaqtidagi erining ismimi dal Qurbon Tulum ekan. Tezroq tayyorlik qilmamsiz. Bu qatam haqiqiy Hoshixonni topdik. Xotirjam bo'ling, endi hargiz zarb yemaysiz. Meni Osmonboy tutib ketgan kuni kechdi. Men sizlarni o'lib ketibdi deb ağlab edim. Tehi o'lish kunla sizlarni hayotgan deb ağladim. Sizlar jangalloqda 17 yil sarsam bo'lib yurdilar. Bu bizning qizimiz. İsmi Leylagul. Dada. Siz mening qizimmi? Bekçirelikçin bo'psiz. Ben kızımı tapdım. Ben kızımı tapdım. Ben kızımı tapdım. Nefes alırsan ben işini anlayamadım. Emis nefesimi çıkarmay, cim turib olay. Qurbon tağa, nima ish qilyapsizlar? Gap qilmanglar. Moysalar o'zaro so'zlashyapti-da. Li Shuji. Azroq jigdi sharmani olay. Rahmat.
Hem soğuk, hem tatlı, hem çüçümelke. Ekilan. Leşuji. Ben sizden bir gapni so'raydigan. Onda olsa qani so'ravering. Siz kech kunduz biz Uyg'ur dehqonlar uchun xizmat qilyapsiz. Bu nima uchun? Men o'z odamlarimiz uchun xizmat qilyapman. Hozir butun Jongo puhralari o'ziga o'zi xo'ja bo'ldi. Men xo'jayin bo'la olmadim. Albatta. Kompartiya butun mamlakatdagi jafokash xalqni o'z-o'ziga xo'jayin qiladi. Bu dunyoda hamma odam barobar bo'lishi, boylar bilan yilliqcha dehqonlar bo'lmasligi kerak. Hamma odamning o'z kuchiga tayanib mehnat qilish, emgak mevzusidan bahramand bo'lib, ro'naq tepish huquqi bor. Bu yo'lni sizga kim ko'rsatdi? Kompartiya mavjusi. Ikki odammi? Yo'q. Bir odam desak bo'ladi. Mavjusi. Ishxonamizning temir chaplab qo'ygan hiliq odam shumi? To'g'ri, o dal mavjusining surati. Uni burun dehqonmidi. Siz qanday bilasiz, ha? U xuddi men qarawatgandek tuyulib ketdi. Amsa u yerning dehqonning jini ishkatligini, yer bo'lmasa dehqonning qad ko'taramaydiganligini bilar ekan-da. Shundaqmi? Shundaq. Mavjusi burun dehqon edi. Hey, Leşuji. Men sizden bir gapni so'rab baqay. Ikkimiz akufkumu emasmi? Albatta. Amsi nimishqa xotiningizni menga ko'rsatmaysiz? Ayolim ne demsiz? Men kun bo'yi aldirash olgandan keyin u bu yerga kelgan taqdirdami uning holidan xabar olmayman-da. Aslida uning ayoli yo'q ekan-da. Qizlar. Ajab chiroyli. Sil berib baqslar. Baqslar. To'g'ri berib baqslar. Ma'qul. Nima qaraylar, hamamlar. Qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz hamma? Yaxshi. Sizlar bu yerga yolg'iz keldinglarmi? Shundaq, bu yerga yolg'iz keldik. Sizmi yolg'iz keldingizmi? Yaxshi. Sizmi yolg'iz keldingiz? Shundaq. Sizmi tanhomi? Sizlar bu yerga yolg'iz kelibsizlar-da? Shundaq. Hammamiz yolg'iz keldik. Yaxshi bo'pti. Sizlar bu yerdan ketmaydigansizlar? Ketmaymiz. Biz bu yerga xizmat qilg'ili kelgan, ketmaymiz. Ketmasanglar, texim yaxshi bo'lg'idek. Bek yaxshi bo'ldi. Ay. Bu uning nima degani? Bilmadim. G'arib tarafdagi bir necha ig'iz uyni pokiz tozlanglar. Qarvatqi paxalni ko'proq silinglar. Qizlar to'nglab qolsa, so'rig'ini sizlardan olaman-chimi? Leşuji, xotirjam bo'ling. Mangayli. Leşuji, men. Leşuji. Hamma. Tag'la. Bir xo'shallik ish bormi-di? Leşuji. Siz qandaroq ayolni yaxshi ko'rsiz? Aq suzuklimi yoki bug'doy o'nitnimi? Semiznimi yoki o'riqmi? Egiznimi yoki pakanimi? Tag'larim. Menga hech qanday kerak emas. Men allaqachon o'ylinib bo'lgan. Ondaqda ayolingiz bor ekan-da. Bor. Nahiyadagi yo'ldoshlarning hammasi biladi. Acaba biz ko'rmadik-ku. U bu yerda emasmi? O mo qismda. Shunda qo'ygandan keyin albatta ko'ramaysizlar. Bu gapcha sizmi qismga qaytdi ekansiz-da? Yo'q. Men qaytmayman. Ayolim kasb almashtirib bu yerga kelmoqchi. O yo'lga chiqib bo'pti. Ya'ni 3 kundan keyin bu yerga yetib kelishi mumkin. Siz rost o'ylanganmi? Men aldimxansiz. Tag'a, men sizni qachon aldab baqqan? 3 kundan keyin kelamda. To'g'ri keladi. Jiranlar, mayli, jiranlar. Men 3 kundan keyin ayolingizni ko'gil kelaman. Ko'rsangiz ko'mamsiz.
Ha, mana. Ha? Oy. Neşuji. Tağa, rastlı kepsiz bu. Qani, öy kirin. Ayağınız yok mu? Qani, öy kirin. Yo'q, muşeli sözü şeyli. Ayağınız qani? O neymiş ki sizge hemra bu muydu? Mən çaqırımdan artıq yol tursa, kelimen depli kəgili bolmaz. 3 gün degandingiz go. O çağda təxminən şundaq dep qoyğan. İş qilib, bugün kəmisə, ertəgün kep qilishi mümkün. Qani, öy kirin. Bo'ldi. Sizge men kaşılı bo'lmay, ha? Siz işingizni qilavering. Mening mo o'zim qiladigan ish bor, ha? Ha? Oy, hozirmi tavuz bormi? Bu bulturqi. Hozirgi saqlangan. Yezimizning bek tatlı. Saqlamaq oson emasmi? Buni sizga akamidim. Kirib keting. Ma'qul. Başı bizden koyma. Doğru. Neyse kalay. Yolda capa tatlarsınız. Yok, capa tatlıdan. Kira. Tağa, endi qo'y ko'rgansiz. Mana bu yoq mening ayolim Jon Yufan. Tağa, yaxshimisiz? İşkir kiringlar. Hey. Bu rasıl sizning xotiningizmi? Xotiningmi yolg'oni bo'lamdi? Meni oldiringchimi? Sizni nima deb oldirdingmi? Ne qilganingiz bu? Boshqalardan hech bo'lmamsiz. Bu yoqqa kelib tavziyanglar. Bu yerdagi yurtdoshlar o'tgan yilgi mevalarni bu yil 5-oygacha saqlay oladi ekan. Shundaqmi? Qurban tag'am bu tavuzni alaydan sizga akapti ekan. Men yeyman desam bermadi. Rostmi? Tatliqmikan? Tatliqkan. Siz ketmaydigansiz? Ketmayman. Keriya naisiga xizmat almashtirib keldim. Bir umr mishat turman. Yaxshi. Bak yaxshi bo'pti. Siz ketmagandan keyin men aski olay, ha? Sizlar Voy, bu uning nima qilg'ini? O men ketdim, sizlar uyda xotirjam yayraveringlar demakchi. Voy. Qilma.
tamamı chiroyli ekan. Ajab yarashdi. Bu qancha pul? Men avtrep berib Berib keling. Jungo. Ana tuproq. Ana tuproq. Ana tuproq. Ana tuproq. Tayyordan şey. Sen mi geldin ama? Dada! Ha? Ana, öyle düşünce çok xuşallık bolğan torğuluq maňa nimişqi demeysizler. Dadaň degeli qoýmady. Dada, sen kembegal dehalla uyuşmamyzyň reisi bopsan, men bu işlermidi ki uqupdyman. Bu qançılık işte kızım. Köpçülükki başlamçı bulup işleydigan gap. Bu muallimning deyişçi ilgirisizler yıllıqçı bulup işlep azap çekip dikensizler. Hukukdan tamamen mehrum bolup dikensizler. Mana hazırki ahvalni siyasi jihatdan qat ko'targanlik haqiqiy xo'jayin bo'lganlik deymiz. Hey? Bu muallim degenin kim? Li Shujining yordamchisi Shaochu. U hozir tashviqot bo'limining kadri bo'ldi. U bizga naqsha etishni, xat yozishni o'rgatyapti. Vay ahsaqal. Sen dadağını hiçnin bilmeydi dep oylap kaldın ama. Hazır Çavşen'de oruç buluyordu. Eksiyetçiler bizni yani Osman Bay'ın zamanısıga kaytırmakçı buluyordu. Bu şundaq çağda ben kol koşturup bir çet turam demen. Hidayı kısımlarımızdan Amerika karıştırıp Çavşen'e yardım veriş için menen köpçülükni seferber kılıp devletke aşıkni köpürek tapşırışım mı özümüzni kodalı kızım. Hey köpçülük gayret kılınla. Yaxşı. Yigitler yaxşı işlanglar. Geldim işte. Hey kılınla. Bu yak tarafga. Bununla. Bu yak tarafga. Gayret qilinglar yigitlar. Çatak yok. Balonla. Hey, tağa, siz bunda qiyğir narsani ko'tarsiniz bo'lmaydi. Ket başkanın gapini almışlar. Sizlar yigitlar bilan tanqulamaydi. Dadam degan kambag'al dehqonlar uyushmasining raisi. Yigitlarni qilishmaydi. Qurbat ağa, eker, ma bile. Balonla. Nimalarni deydigan sen? Dadamga qara. Uning ishing og'irmoqda. Hadi köpçülük az kaldı. Gayret. Balonla. Vatanimizning nomi Jonghua Xalq Cumhuriyati. Jongo Osiyoning sharqiy qismiga, Tinch okeanining g'arbiy qismiga joylashgan. Chegirisi janubdagi Himalaya tog' tizimasidan boshlanib, Himalaya degan nima u? Ha? Ana, men jug'rofiyadan darsda uxlayapman. Sen aralashmasan-chi? O'qiyvering. Men bu kitobdagi mush mazmunga bek qiziqib qoldim. Bu degan jug'rofiya sen tushunmaysan. Kompartiya chiqqan kitob bo'lsa, men hammani anglayman. O'qi. Bu jug'rofiya deganni men anglab boqaychi. sharqda Moxi, Xenonjiang, Osiri daryolari bilan, g'arbda Pamir egizligi bilan chegirlandi. Mamlakatimizning yer maydoni 9 million 600 ming kvadrat kilometr bo'lib, Osiyo bo'yicha eng chong davlat hisoblanadi. Nüfusi butun dunyoning 5dan 1ni egallaydi. U 56 millatdan tarkib topgan chong millatlar oilasidir. Birni puraydi. Ot ketibdi go. İşte tak. Kurban bir kere. Uyak çıkar. Uyak çık değil mi? Tamam.
Çavu! Tez bu düşür ola! Kent başlığı, Amerikanın işi aldığını tartып Osman Bay'la oyunu sıkışı hem yak bezden şişi ötüptü. Ola aslı bütün kent ot koyatmak için kent yok. Çaptan bir ala! Bu muallim! Bu muallim! Çavu! 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 Bu muallim! Siz burun bana, kichigimdilla uydan chiqib ketgachga ata-onamning chiroyimi esimda yo'q. Bu yerdagi sotsialistik qurilish amalga oshganda yurtimga qaytib ko'rib kelaman degandingiz. Şah, biz sizni eng güzel tuproqqa dafn qilamiz. Xuddi o'z yurtimizga qaytgandek his qilasiz. Shavu aka, siz quyosh, siz kamzimi? Siz bizdan yoshli ayrilib ketdingiz. Biz sizni mangu unutmaymiz. Shavu, sen shuncha yildan beri yenimda ishlagan eding. To'satdan qurbon bo'lding. Bu reallikni faqatli qabul qilolmayapman. Sen mening yaxshi sabdishim, yaxshi qarindishim, xotirjam yotqin. Bu darsning mavzusi bizning doimiz mavjushi. Mavjushi Xunan o'lkasining Shovshan yezida dunyoga kelgan. Ularning oilasi ajdodidan tortib dehqonchilik qiladi. Mavjushi. Mening deganim to'g'rimi-ki? Mavjushimi dehqon oilasidan kelib chiqqan. Uning yuragi mening yuragim bilan o'xshash. Uningda dehqonga xos yurak bor. Shavu akamning deyishicha, rais Mavzudong Bejingdagi Jungnan Xayda kun chiqqan tarafda turadi ekan. Bejing shiraqmi? Yiroq emas. Kun chiqqan tarafda da o'tadi-ku. Kentning sharq tarafiga to'g'ri keladi. Hazır kinonu başlayınız. Azadlık yaxshi kunga erishdi. Qo'rqamiz to'ydi. Kinomi ko'ralaydigan bo'ldi. Gap qilmasingiz-chi, shaharlik haydakchi o'tirib kino ko'rsangiz bo'lmaydi. Emis o'zingiz-chi. Meni gap qilma deb qo'yib o'zingiz gap qilyapsiz-ku. Sotsializm qurish qadimi kun sari tezlashmoqda. Ketdimi? Nimaga qo'rqishmasi bu? Sotsializm qurish qizg'inligi jo'sh urib, to'solqisiz epimga aylandi. Bu yilning oxirgi yilida qadrli dohimiz Mavjushi kang yezlarni arlab ko'zni ko'chirdi. Xonqi vodisida uning hayot izlari qoldi. Mavjushi bag'al yerda Mavjushining qizg'in qarshi elishiga erishdi. Kishilar usul o'ynab yaxshi aytib, shotlikni tugib, qo'l qochgan chiqqanlik bilan Mavjushi qilgan hurmatini ham minnat tartibini keltirdi. Bu qutuning ichiga ajab nurg'un odamlar bor ekan, ha? O'g'lim, hozirla qaytib ketamizlar. Evet yana Sharq kentga boramiz. Hamma kentga boramiz.
Ata, kinoni at qo'ydan gapgan qo'y. Ha? Bugun kechda bizning beraman, ha? Kino qo'yaverib, bak yerib ketibsizlar. Uy, qarang. Tanlab ketibsiz. Mening ayolim cho'q qaranglar. Polog'i bak usta. Sizlarga to'xo go'shi besib, o'qishni bir polo etpasin, ha? Qadaq. Bardigansizlar. Ulug' vatanimizning ilgirlash qadami kun sari tezlashmoqda. Keng xalq omasining yangi jungo qurish qizg'inligi kun sari oshmoqda. Bu yilning oldingi yarim yilida qadrli dohimiz Mavjushi keng yezlarni oralab ko'zni ko'chirdi. Xalqi vodisida uning oyoq izlari qoldi. Mavjushi bag'al yerda keng kadr ommaning qizg'in qarshi elishini erishdi. Kishilar usul o'ynab, naqsh aytib, Mavjushi toshqan iftixorlik bilan Mavjushiga bo'lgan hurmatini ham minnatdorligini bildirdi. Hey, Mavjushi qani? Hey, Mavjushi, 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 Mavjushi qani? Mavjushi, Nim bo'ldi? Nim bo'ldi? Mavjushi. Men Abdullah Lishujiga Beijingga berib Mavjushi bilan ko'rishib keladiganligimni aytaman. Nima? Siz Mavjushi bilan ko'rishmoqchimi? Shundaq. Nurg'un odamlar berib uning bilan ko'rishsa bo'ladi-ku, yo'q. Men ko'rishsam bo'lmamdi-kan. Bu asta Qurbon tag'a, bu undaq oson ish emas. Qani. Ha. Siz avval o'tiring, ha? O'tiring. Lishuji, Beijingga berishqa bir hujundan ilib yetami? Nega dedingiz? Beijingga itizning ishlari tugadi. Mevchilarmi pishib bo'ldi. Mavjushi bilan ko'rishgili boray. Eshak bo'lgandikin nagili borsam bo'laverdi emasmi? Bu Qurbon tag'a Beijingga eshakka minib bormoqchimi? To'g'ri. Ilgari o'ylashqimi petnamaydi. Lekin bu dunyoda eshak bilan bog'liq bo'lmaydigan nima bor deysiz? Qurbantulum. Nima bo'ldi? Putunuzning jeni qolmadimi nima? Nimishqa endi keldingiz? Yurtdoshlarning hammasi Beijingga boramiz deyishyapti. Ularning deyishcha siz boralgan yerga ularmi bora oladi ekan? Buni tuslar. Tövende turgan quluq uzun birodarlar, mana mening gaplarimni qulug'inglarda mahkam tutinglar. Lishujining aytishicha, Beijingga berish uchun 40 jangaldan, 40 qumluqdan, 40 tog'dan, 40 daryodan o'tdi ekan. Lishuji yana Mavjushi dunyodagi eng oldirash odam dedi. O faqat birli vakil bilan ko'rishidi ekan. O bo'lsa-mu men Qurbon Tulum. Bayatim biri davatgan gaplarim qulug'inglarga kirgandi. Qurbon tag'a, yo'l shuncha uzun tursa, o'zingiz yolg'iz mangsangiz zerikib qolmabsiz. Qurbon, men sizga birga hamroh bo'lib boray. Zerikkan ravobni shundoq chaladigan bo'lsam, eshigingizmi usul o'ynab ketadi. Mavjushiya sen tanimasa, sen bag'am bilanmi seni qabul qilarmi? Ko'pchilik bo'ldi gap qilmanglar. Buni ko'rdinglarmi? Qaysinglar yana qalaymiqan gap qiladi ekansizlar? Qo'limdagi mush yengni bilan og'zinglarni tikib qo'yman. Hammanglar g'araz o'qidigan odamlar. Lishuji eg'iz ochgan ekan. Endi qolganlarimizning qalaymiqan gap qilishimizning hojati yo'q. To'g'ri dedimmi? To'g'ri. Shundaq bo'lsin, qaytib ketinglar. Qurbon tag'a,
To'xtab turing. Nima ish bo'ldi? Nag'ir chag'an kim? Yig'in ochdik, ichib bo'ldik. Yig'in ochdik? İçib bo'ldik. Sizden keledi kalanınızı bilettim. Tağa, bizden qo'shinmi ishkirdan chiqib kech kunduz demay, otliq, mashinaliq, piyoda bo'lib 3 oydan ko'proq yo'l mengib, ondan Shinjonga keladigan. Nurg'un odamlar qumliq bayovalarda qurbon bo'ldi. Urushda o'lmay yo'lda ketib qolganlarmi? No'ayt nurg'un. Meni hech ko'rib bakmagan deb o'ylab qolmang. Bayg'i to'g'ichilik qilgan chaqlarimda nurg'un yo'llarni besib o'tganman. Beijing sizning tasavvuringizdan ko'p yiroqda. Beijing osmondami, yer yuzidami? Albatta yer yuzida. Shu emasmi? Beijing yer yuzida bo'ladi ekan. Bir oyda yetib boramsam, 2 oyda boraman. Qisqasi, hamon bir kun yetib boraman. Mana qarang, hujunda liq namba. Faqat suli bo'ladi ekan, har qanday yiroq yerga yetib bora olmayman. Hey, menga ishonmay o'tamsiz? Eshakka minib Beijingga bog'ilib bo'lmaydi, tağa. Amsa keriyaga sizlar qanday kelgan? Ha? Bay o'zingiz mi dedingiz-ku? Tağa, gapimni anglasangiz-chi. Tağa. Asta. Kesh kirib ketyapti-da, tağa. Sizmi oldingizga mangmang. Menmi kaynimga yonmay. Ikkimiz o'stan bo'yda tunayli. At yo'lga chiqayli. Bo'lamdi? Beijingning qayerda ekanligini bilamsiz? Sharqda, quyosh ko'tarilgan tarafda. Beijingning shahar qo'qida nechisi bor? Shahar kirgandan keyin qaysi tarafga mangsiz? Jonanxayga borgan taqdirdimi, ular sizni tonimasa, ishga kirgizamdi. Hey, nima ishga meni kirgizmaydi? Siz bizga endi sizlar xo'jayin bo'ldinglar degandingiz-ku. Bo'ldi. Uxlayli. Bo'lamdi, ha? Uxlayli. Mavjusi bek aldirash. Nima aldirash? Sizning aldirashligingiz Mavjusining aldirashligiga o'xshamaydi. Nari o'xshamaydi ekan? Siz bizga Mavjushini bizga o'xshash normal odam degandingiz-ku. Ha? Bo'ldi, uxlayli. Shuji. Rayondan telefon kelibdi. Mushu 3 kun ichida qattiq bo'ron chiqadi ekan. Qurbon tog'am ishqinlarni darhol qaytib kelsin deydi. Ma'qul. Men bilan menglar. Cho.
Qurban tağa. Qurban tağa. Qurban tağa. Mavcushi, yaxshimisiz? Men Şinjanning Keriya noyasidagi bir Uyg'ur dehqon. Sizni men har kun sevinaman. Siz avatgan Li Shujining aytishicha, siz mu dehqon oilasidan ekansiz. Demak, ikkimizning ko'ngli bir degan gap. Ya, dehqonning jini. Siz yerlarni bizdek namarat dehqonlarga bo'lib berib, ko'nglimizdagi ishni qildingiz. Davom etchi. Men usul yaxshiroq bo'lganda bir seg'in kalli setib olib, obdaroq baqaymikin deyman. Shunda qilsak, 2-yili mo'zaylasa, 2-3 yilda bir necha kallilik bo'lsak, kunlarimizmi yaxshi bo'lib ketadi. Kent bizni birlikda o'g'it yig'ishga chaqirdi. Bizning bu yerdagi qo'mishliqda nurg'un o'g'it qilib bo'ladi. Bu Keriya degan joy. Dada, Keriya degan joy qayerda? Bu yoqqa. Bu sizning Ruan Shisha degan she'ringizdagi barcha al shodlikqa to'ldi. Uyami bor bu nag'mada degan joy. Shu emasmi? To'g'ri. Uya Beijingdan bakli jiroq-ku. Shundaq. Aminiya davrida Laozi ko'k kalini minib qo'qtin chiqqan ekan. Rivoyat qilinishicha, uni Keriyaga kelib, shu yerda bir madaniyatlik yezi qurib, o'zining axloq nazariyasining sinoq o'rni qilganmish. Qarag'anda bu oqsoqolning duvat qalamdanmi? Xeyli xabar bor ekan-jimi? Bundaq amaliyatchil bo'lmoq oson emas. So'zlari to'limi yo'lliq. Namatig'imi bekor chiqmaganda? Bu nadabnoma Yevropalik Mo'rning utopiyasi. Kompaniyalarning Quyosh shahri degan asarlardan 2000 yil ilgari yozilgan. Qarag'anda bu keriyalik do'stimizni sal chog'lig'ili bo'lmoqdak. U intayin g'oyilik odamkan. Bu Hubowlingning so'z o'yini yaxshimikan? 那就是喊你呢。哦，我姓卞，叫道走。 Amma. Li Shuji. Qurban tağını 2 gündən beri bəkli cidal qıb ketiyotudu deb anladım-ku. Siz onu qumluqdan tatib chiqirib akagandan boshlab, u har kuni sizni o'zgarib ketibdi. U mening qarindishim emas deydigan bo'lib oldi. Nima? Men o'zgarib ketibdimanmi? Li Shuji, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tunigan kechda kent boshlig'i kooperativning gapini qilib, Osmonboyning o'g'lining qatnashdiganligini dedi. Uning bo'padi. Onun qeydab yetivag'ini qarmamsiz. Kent boshlig'i bu ishni sizning topshirganligingizni desa, men Beijingga berib, uning ustidan Mavjushiga arz qilaman deb turib olyapti. Qurbanaxon. Tağa. Siz o'zgarib ketibsiz. Siz boylar tarafga o'tib ketibsiz. Azgöçelesini bey ağdır oldu. Lekin ularning balalarida gunoh yo'q-da. Ularmi normal turmush kechirish kerak. Ularning yashash huquqi, tarbiyalanish huquqi bor. Ularmi bizga o'xshash odam. Osmonboyning ajdodidan avlodigacha hammasi
Zomigar bo'lmishik. Ular bizni odam qatorida ko'rib boqmagan, bizning huquqimizni tanib boqmagan. Lishuji, siz o't bilan suvni bir yerda qo'yib O sizni baylar bilan chiqish bilib bizdek namratlarni chetga qayirib qo'yamdikan deb ansirayotidu. Şava, Amma, tağa, bu ikisi iki iş, ha? Bu ikisi iki iş. İşenmeyme. Bayını kışık. Bu neymi kıkınız? Ne mandak cahillik kılısız? Bo'ldi, kirib ket, ha. Hey! Sen kim? Bu yerga nima qilib keldim? Men hojatxona izlab kelgandim. Nima? Bu yerda hojatxona nima ish qiladi? Odam qayraganda pat-pat tarab qistaydi ekan. Qarang o'g'lim. Bu atrofda hojatxona bormi? Bu atrofda hojatxona yo'q. Bu yerdan darhol ket. O neymiş qilgan odam ekan? U qayerga bu yerga hojatxona izlab keldi ekan. Hojatxona izlab keldi ekan. Ehtiyot qil. Bundan keyin odamlar bu yerga xalaqancha kirib chiqmasa ma'qul.
Tağa, bu qaytim yana xizmat ko'rsatdingiz. Dastlabki aniqlashlar qaraganda ular bir to'p milliy Tağa, çay içib elim. Hojatxona qayerda? Alt tarafda. Sizlar bu yerda nima qilmoqchi? Isma, chashqan tutmoqchi. Bu yerda chashqanlar bek ko'pkan. Oh, qeri. Sen yana hojatxona izlab keldingmi? Esma! Meşe! Bana! Eshigim qani? Hey! Mashinani to'xtatinglar. O mening eshigim. O degan dunyodagi eng yaxshi eshak. Mashinani to'xtatinglar. Qurban tağa! Mavjushi sizga javob xat yozibdi. Buni o'qib ber. Bu markaz ishxonasining mavjushiga vakolatan qaytirgan javob xat ekan. Buningda Akilingni o'qing. siz o'qing. Mavjushi xatingizni topshirib elib nayt xush bo'pti. U yana sizni ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga rag'batlantiribdi. Shinjongdagi yashanganlar cheparqutni yaxshi ko'rdi deb sizga 2 top cheparqut avatibdi. Mavjushi, mana sovg'a avatibdi. U xatda yana nimalar yozilibdi? Qurbonni Bejingga yig'inga chaqirtibdi. O yig'inni nima deydi ekan? Mamlakatlik emgak namunchilari yig'ini. U yig'inga qatnashganlar mavjudini ko'ra olamdikan. Men bilmaydi ekanman. Albatta ko'risha oladi-da. Tağa! Mavjushi xatingizni topshirib olgan ekan. Bizga bu traktorlarni so'qitdi. Bundan keyin o'g'il to'playdigan, yer ag'diradigan ishlarga kuch sarf qilmasaqmi bo'ladi. Mavjushi, dehqonchilik ishlarimizning jabborlik ekanligini qandoqmi bilgansiz? Berib ko'rib beqi. Hayda.
Bugünkidek hoşallık günlerde yana nimani o'ylayapsiz? Nimani o'ylaydim? Tezroq Beijingga berib, Mavjushi bilan ko'rishsam bo'ladi. Ha? Yani eshakka minib bog'ingizga o'xshamamdi, ha? Bir 1958 yılı 6. ayının 28. günü Beijing. Yaşasın Mavjushi! 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 Keriyadan Qurban Tulum isimli bir Uyg'ur dehqon kelmoqchi. O keldimi o? Ha, taga, Mavjushi sizni chaqiryapti. Siz Qurban Tulum bo'lamsiz? Ha, Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz xetingizda bir seg'in kala setib olganligingizni aytib ekansiz. Kalangiz tug'dimi? Tug'di. Hozir cho'ng bo'lib ketdi. Yaxshi. Hozir fan texnikaga yurish qilyapmiz. Siz fan texnikaga tayansangiz, uyingizdagi kalangiz bir qitimda 2ni, hatto 3ni tug'di. Qizim o'rta maktabga chiqdi. Men uni fan texnika o'rgansinmikin deyman. Yaxshi bo'pti. Hey, sizmi o'rganing? Menmi? Ha? 70 yosh kirib qoldi. Bo'lmasmikin? Odam degan qiyrigan siri o'rganish kerak. İlim fanni egallagandala ishlab chiqarishni rivojlantirib, andin ro'naq topqini bo'ladi. Siz qandaq? Hozir men bu ilim fanni o'rganyapman. Biz birlikda o'rganaylik. Sizningcha bo'lamda? Birga o'rganaylik. Men sizdan o'rganaman. Men sizga xat yozaman. Siz menga xat yozing. Bo'ladi. Bugun bu yerda shuncha ko'p vakillar turibdi. Andaqda gapimiz gapchimi? Ma'qul. Siz bana vakalatan yurtdoshlarga salom ayting. Shinjongdagi har millat xalqiga salom ayting. Ma'qul, ma'qul.卷起了